Muşu nima uchun kishilarning tuzini yeb, tuzlig'ini chaqadigan odamlar oxirsi ichinishlik oqibatlar qoladi, bilamsiz? Muşuning oqisida haqiqiy hikoyadan birsi bor, anglab beqishni xohlamsiz. Ya'ni chu degan vaqtida ma'lum bir chet sahroyizda Namrat oiladagi bir bola, bu oiz kichigidan Namrat maktabda o'qish pulstiningmi toza tayini yo'q. Shuning bilan chu degan vaqtda aplab saplab boshlang'ich maktabni bitiribdi. Shuning bilan yezdi uni qilibdi, buni qilibdi. Shogun ishlabdi, eg'ir ishlarni qilibdi, lekin chu degan vaqtida o'zi azroq jonliq, tetik. Bu shaharlarga kirib baqsam, shaharlarda qandaq bir ishlar bordi, mishalarda bir jambek baqsam degan arzu armonlar bilan 18-19 yosh kirganda ma'lum bir shaharlarga berib bir ish o'qatlarni qilgan. Demak, bu yerlarda ya asosi yo'q, ya nimasi yo'q. Mushunda holatda u yerda bu yerda qiqilib so'qilib yurgan vaqtda bir mehr muhabbatga to'lgan, butun vujudidan mehr muhabbat, yaxshilik inib turadigan bir odamga koinot buni uchrashdi qilibdi. Demakchi degan vaqtida bu yoq o'zininki ham ish o'qitigan, shu isklatlarga qaraydigan, o bu ishni qildigan holatda bu yoqqa oyda 3-4 ming qo'y pul berdigan qilibdi. Demak, ha bo'pti deb bu ishlarni qilibdi. Haqiqatan bosh buniga degan ifodasi yaxshi zodi. Voy deb og'izdan kirib, qo'ngdan chiqib zodi qilmaydigan quyxoli qolmabdi. Demak, qarsam ifodasi yaxshi, undan qilayotgan asta-asta darajasini o'stirib, o bu qilibdi. Demek bu muşu soğuduğunun bütün nereden ne kilidi, qaydan qay qığılıp boludu, muşunu da qandaq qançaqda bir qimmat yaratqılı boludu, dep ahırsıda onunğuma şu bütün qosaqdaki barını berip, beşini sılap, hakikaten yaxşı bir işlerini qıptı. Demekçi o degan vaqtda şu sebep birisi özünün tirishchanligi, ikkinchisi kichigidan tatib yo'qsizlik, nurg'un jafo mushaqqatlarni tatqanlik uchun şu kunlarni qadrlab, tağanın uçunumu aslını tutup bu bala Peter demek bu şehirge iltiz tatip kaptı. Xeyli bir ondan oğulluk şəxslərdə mi bop kaptı. Demekçi o degan vaqtida konularının bir gepi var, su işkende quduq qazğuchunu unutma deydigan. Demek bunun gibi hal kiripti, astığı yaxşı maşinlar optu, katta öylür optu. Ay bu degan esil bop ketipti. Lekin chu degan vaqtida burunqi shafqatchi deymizda bunda odamlarni. Shafqatchisining hamda nurg'un burunqanday bo'lmabdi, yashma aztul cho'ngibdi. Jamiyatning taraqqiyotiga azizlik qilamabdi. Asosiyatdan burunqanday bo'lmabdi. Demak, yana ma'lum bir sabab og'riqlar tufaylidan burunqi egiliklarning hammasi asosiyatdan vayron bo'lib, oltin biliq yeriqtangni holati kelib qopdi. Demek şundaq bir kunlarda hamda mushuning mushtavishda qilgan etgan az to'li bir nim qilib baqay deb basa bu burunqindek og'izdan kirib qo'ngdan chiqadigan voy deydigan ish yo'q, qilib qarab ketgan. Mashtavobda aka kapsiz qanday ishdi degandek fikr mashta ahvoldi, boshqa kun tushdi. Az to'la iqtisodmi demayman, ma'lum bir ish o'qatning yo'lini bunda bir qilgan bo'lsak hozircha bek boş halim, yanchug'im bek qurg'araq desa, siz manda ahvol, bu ishlar sizga mos kelmaydi, aqdi ko'kdi. Men hozircha bu ishlarni qilib bermayman sizga. Xafa bo'lmaysiz. Hamda amal yo'q deb degan kibir ya chiqib bir chin choy yeyapmiz. Aka, mening bugungi kunlikda sahnaga erishishim, manchilik jafolan meni eng yo'q vaqtida mushundaq meni mushu sahnalarga chiqarishga sizning cho'ng to'hpangiz bor aka. Hech qisi yo'q. Bir nenim bo'lsa tang bo'lib beramisanmi, 3dan 1ni 4dan 1ni sizga bo'lib beraman. Qiyinchiligingiz chami 1000 qo'y qiyasi, 1000 qo'y, 10 ming qo'y qiyasi, 10 ming qo'y hal qilib beraman. Juring aka deb bir kostyum bulkusini uchiga edib ya bir nima qilmabdi. Shiyad bu odamning ichi shunchalik ochiqibdi, xar deb ketibdi. Demek bu adam bundaq tasmidan nettisiga yaxshilik qilganda, yana ma'lum bir odamgarchilik biladigan birisi shu odamning masalalarini hal qilib, bu odamni qaytadan yana Dongshan Zaychi bo'lib, o'zi ko'tarilib yaxshi bo'lib ketibdi. Lekin chu degan vaqtida o odamning ichida och chiqibdi, shafqatchiga tuzini yeb, tuzkurlik qilib, oxir ashundaq bir ig'ir kunlarda asqatmadi degan gap. Demek ata-onangning qog'ishini olsang, elning nafratiga uchirsan, emas, sana har bir qadamda yaxshilik qilib, odam bo'lishni o'rgatgan, barlig'ini bergan odamlarga andaq menmenchilik kibrli qilsang, ashular deb qo'ygan hamon demak put-qo'llaring chirib ketadi, ishlaringning oldilaring to'silib ketadi. Demakchi degan vaqtida bu Peter
Күнден күніге өзінің мән әмәс мән болып, әзәлдің илігі аш, намрат айылдың шыққалық үшін бұл дөләт деген мұшындақ яшап өтеп кетемен кәдеп, күпірлік сөзлейдіған, кебірлік қылыдыған, мән-мәнчілік қылыдыған, мұшындақ аллайғы кәпту. Демек, рынзай зо, тензай кән дейдіған бір кәп ба, дөләт тілді. Шының олан бұның қыған әткерлерінің бір күні исават шығыпты. Нем бопты дейсіз? Мұшы әйш ішірет кейіп сапаны қылейлі вәгенді екен. Мұш мейду сифлис дейсіз, иғыр жұқымлық кеселіклерге, сақиянмайдыған кеселіклерге мұптыла опты. Аста-аста байлықларыма, әтрапыдық іштірімі ұммапты. Аныңдекін қыма ойнайдыған, қылмы-қылмы шындақ іштаға кіріш опты. Ю, ақырсы игіліктерінің әміміз вейран болып, елік шәһәрге ең кіргендікі алтын білік еріктәңіне халтыдым мұ, елік еріктәңіне өпкіс қамға халетті мұ, бичер халет чүп қапты. Демек, бұл бір hikaye қалас ұқтыңыз ма? Шыңашқа мәйлі әтрапыңызды қанда бір адам, өзіңіздің iqtidari olmasa, taqdir peshonangizda bo'lmasa, yana beka. Shuning do'simi ma'lum bir ishlarga insonlar sababchi bo'lib qoldi. Ma'lum bir vaqtlaringizda sizga qorong'u ko'chalarda piljiktir yondirib turdi, yo'riqlik nur atab qilib turdi. Bunda odamlarcha o'tsa dunyoda ota-onangizning qasılar siz eng söýüşge, qadrlashga, hurmat qilishga, beshingizga ip ko'tarishga tegishlik arziydigan odamlar. Mana bundaq odamlarga bu adil ekan-ku, asli mandal ish ekan-ku, men bilib oldim, uqib oldim. Bu adatda mana shu bir odam sana o'rgatmasa, shu oddiy ishni sana bildirmasa, seni qo'ng'iq sepib jumisa, nereden nerede demese sen onu bilemezsen, bilemezsen. Şahsen benim ama şirkette oturup duruvatım ha. Ma şirkette ama baş şirket diye oturup duruvatım ha. Meşahidim bir işkisi var. Ömer, Osman deydik Allah. Ha, onun oldu diyen birleri battı kakalarının ismini demek. Ha, demek ben bu sahralık şehirlere girip onu kıldım, bunu kıldım. Başka kesiplerde anımın uşak çek pul taptım, öy aldım, turmuş kurdum degendek. Diye vaxtıda bir keçide ben bir öyünü bir duyca qilib, ilib bir adamni o'yini qilish uchun mening tajriba yo'q. Bir kecha boshqa shirkatning talab tarif qilgan vaqtida mening bilan shu uyda tang bir konuşmagan. Qilgan, shu bir ishni qilib bergan. Anandaki yana birisi uyini qandaq paranglashib, qandaq so'zlashni bir qitim nem qilib qo'ygan. Ishkina o'zimning tirishchalik sababidan har bir yig'iz gapini daftarga xotirlab mangan. Uylarni qandaq o'tkazib berishni er ayol o'g'itib qo'ygan. Ta bugungi kun keldik. Ma vaqtcha hamda ushaqchak, anda sentimento bo'lib qoladi, cho'ng bir ko'ngilag'riq ziddiyatlar yo'q holatda ketib boramiz. Nemishga? Agarchi balkim mening biladigan o'qidig'im jiqlab ketgan bo'lishi mumkin, taraqqiy qilib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo shu degan vaqtida shu men hech nimani bilmagan holatda, hali 7 yosh bola maktabga kirib, odim boshlab, AOY, BPMF, DTNLdan boshlab o'rgatgan vaqtiga o'xshash. Shuni menga bir kun bo'lsin, bir qatam bo'lsin, yar yo'lak bo'lgan. Uning yaqidagi yo'lni o'zim tep mangan bo'lsammi, shuning az to'la ta'lim tarbiyasiga uchirgan. Endi buning o'ziga kuchli xatoliklar bo'lamdi, ayb bo'lamdi, nacharlik taraflari bo'lamdi. Uning mening bilan 10 yillik farqi yo'q. Ham buning shu menga bir qatam shu qilgan yerini cho degan vaqtida, hamda men ko'zda tutma, ularning uning xatoliklari bilan mening ishim yo'q. Kunlarning birida bira qanday ish bo'lib qolgan holatim shuligi shu, ya'ni mehr muhabbatimni yetkazib, ya'ni shuli bilan yaxshi o'tab, mayli bu kasbni 10 yil qilay, 15 yil qilay, yo boshqa bir kasblarga, yo boshqa bir yo'nalishlarga menib ketib qolgan holatim cho degan vaqtida, shuligi bir vaqt mehr muhabbatimni, barlig'imni, minnatdorligimni bildirma. Qalbingizda minnatdorlik bilish tuyg'usi bor odam mangu boyjumon, katta boyolab ketmasingizmi? Hicalatınız yok. Hiç qandaq bir adamga hacitiniz yok yasaysiz. Qalbida minnatdorlik bilish tuyg'usi bo'lmagan odam ko'rsangiz, ishning kunini ko'rib yashaydi. Ma haqiqatmi? Necha ming yillik tarixlardan xulosalangan haqiqat. Uqdingizmi? Demak, shu degan vaqtida bulma mening minnatdorligimizni bilgandan keyin bizning az to'la bir masalalar bo'lib qolsa, shu masalalarni o'ngshashga, nima qilishga yordam qildi. Ularning xatoliklari, nabab taraflari, beto'g'ri taraflardan biz ko'zimizni yumbalmiz, qarg'o qilib olamiz. U o'zilan ketadi. Biz faqat ularning bizga yaxshilik bo'lgan taraflarini sumirib elib, ularni cho'qim bir odam yomon gapini qilib qolsa, men yomon demajimi, bo'ladi manda taraflari. Ayni vaqtda sen yomon degan shu odam, men nimaning nima ekanligini bilmagan vaqtimda manda ishlarni o'rgatib qo'ygan dalalsingiz. Mana siz inson, mana siz odam.
Doğrumu deginim? Şoňlaşqa özüňizni şunda ýaxşylyk kılgan adamlarni su içkende quduq qazgı üçin unutmadyk. Unutup kalmaň. Unutup kaldyňyz, töttal bir nimni bilip bilip, ağzıňyz başta serkul kebi, aşında kuyruğuňyzy şipaňyşdyp, podakçylykny, galçylykny kılıp ketsiz ahyrsyk kelgen çagda Rim bu ýalan gowhaypa deydi. Lengi doluş, godu jüzjiz deydigan gep ba. Adam yüzsüz olsa işitme kokudu deydi. Yüzünü beş çıkıp yürüversen işitmem ben şirkenme, yolu vaskenme dep bilip kalıdı. Şoňlaşqa hamda bu dünyada huyhalık, galçılık diýdigan wagtda adamny ahyrsi inovatyňyzny mentan kılıdı. Huyhalık esiňizde bolsun, huyhalık, galçılık, muşundak serkullyk kıldygan adam bu adamni bek mandaqka qayda usullukka bek nimke dep oýlap kalmaň. Bundak adamnyň tiliniň astyda tili var. Gepenin aslında gep var. Bundak adamlar bek yüzsüz geldi. En tez sürat sizden yüz örüydü ki közüňizge, üzüňizge işenmey kalasız. Şoňlaşganda huyhalyk kıldygan adam var hayatımızda. Atymyzla anamyz aýygy söýsek boldy, putuny jusak boldy. Qaga adamlarga göjü, arlyk saklap muamele kılsak boldy. Onundan altın tıllar töküldiga şosuma sizin iktidaryňyz bolmasa, kabiliýetiňiz bolmasa, hiç qanday bir adam sizni meyke demeydi. Şunun için yaxşı adam bolaylı, tirişaylı, ata-anamız üçün, ballarımız üçün kalbimizde, vücudumuzda, kan tomurlarımızda minnettarlık duygusu, biliş duygusu boliş gerek dep oylayman. Rahmet halkım. Menin deginim toğrı bolup qalsa şodu düy dep qoýuňlar. Men sizlerning öýmülükçi ogluňlar Anwarjan öýmülükkä aýt soraýdygan meseletleriň lawap qalsa ündidar hem telefonda 156 28 17 95 17. Rahmet, salamet bolunlar.